Yuqori Chirchiq Bardanko'l mahalla navbatchi uyimiz keldik. Bu uyimizda 208 sotu, 4 ta xona, 4 ta sanuzor. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'chalari mana asfalt qilingan. Ko'chalari keng. Katta yo'l yuzidan 1,5 kilometr ichkarida. Bu uyimizni 96 ming so'ralyapti. Ko'ringlar, yaxshi sifat qurilgan. Hozir uyning ichidan obzor beramiz. Mana bizning uy ko'rinishi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda mana joy qoldirilgan. Gaz, svet, hammasi, suv, yozgi oshxonaga joy qoldirilgan. Bu yerda mana zona joy qoldirilgan. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Bemalol bitta mashina qo'yib sig'adi. Tashqariga joy bor, qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda bizda hojatxonamiz. Uyimiz ichini yaxshi chiroyli remont qilib qo'yishgan. Bizda ko'rinishimiz shunaqa. Oshxonadan boshlasak. Bizda oshxonamiz. Oshxonamiz ham kattagina. Bu yerda bizda zal. Stol qo'yib, ancha-muncha mehmonlar sig'dirsa bo'ladi. Sanuzimizda dichki xona qilsalar bo'ladi bu yerda. Bitta xonamiz bizada. Shunaqa havo aylash uchun shunaqa joy qoldirilgan. O'taradi spalni. Sanuzimizda. Bu yerda sanuzlar.